Lionel Messi Argentina uchun juda muhim futbolchi. Cristiano Ronaldo esa Portugaliya uchun keraksiz futbolchimi? Aslida ular o'rtasidagi farq nimada? Joao Neves va Francisco Conceição kabi futbolchilarning intervyulari dunyoni portlatyapti. Ikkisi ham bir xil mazmundagi gapni aytdi. Ya'ni Ronaldo hamma kabi oddiy futbolchi. U ham biz bilan birga teng mehnat qilish kerak. Biz pas berish uchun uni izlab o'tirmaymiz deyishdi. Qarama-qarshi tomonda esa Argentina futbolchilarining hammasi Messi uchun borimizni beramiz deyishyapti. Argentina Jazoir o'yiniga e'tibor bering. Birinchi gol yuzaga kelayotgan vaziyat. Markazda De Paul to'pni qabul qildi va unda naq 4 ta variant bor edi. De Paul nima qildi? Eng qiyin variant bo'lgan Messiga 6 ta raqib orasidan o'tkazib pas berdi. Natijada bunday qulay pozitsiyadan Messi ko'zini yumib ham urardi. Xuddi shu o'yindagi ikkinchi golni ko'ramiz. Gonzales jarima maydonchasiga yaqinlashgach unda 3 ta variant bor edi. Lekin u ham eng qiyin variant, ya'ni Messiga to'pni uzatdi. U yog'i esa yana o'sha gap. Portugaliya yarim himoyachilar nima qilyapti? Biz Ronaldo uchun o'ynamaymiz. So'taklar.